birinchi ularni yaxshi ko'rmasak, misol uchun farzandlarimizni, ahli ayolimizni yaxshi ko'rmasak, o'zimizni faqat o'zimizni o'ylab u egoistlikka olib boradi menimcha. Mana o'sha bir oyat bor, menimcha Rad surasida 28-oyatda Allazina bi zikrillahi tatma'innal qulub degan bir oyat keladi. O'sha oyatda aytayotdiki, Alloh qalblar meni zikrim bilan tatmin bo'ladi deyapti Alloh taolo. Ya'ni buni qalbni biz Rahmon bilan to'ldirmasak, buni o'rniga qalbi boshqa narsalar bilan dunyo muhabbati, ayol muhabbati bo'lsin, boshqa sevgilar bo'lsin, agar buni shu muhabbatlar bilan to'ldirsak, bizni yutqizamiz. Mana shu choynaga o'xshaydi. Yutqizamiz. Agar biz buni Allohning muhabbati bilan to'ldirsak, biz hammaga mehr bera olamiz, hammaga muhabbat yaxshi bera olamiz biz. Hali ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi psixologlarimiz aytadi, o'zingni yaxshi ko'rgan birinchi edi. Odam o'zini yaxshi ko'rsa, men o'ylaymanki, faqat o'zini yaxshi ko'raversa, kim yaxshi ko'radi? Ya'ni boshqa. Biz ota-onamizni qattiq sevmasak, yaxshi ko'rmasak, aka-ukamizni, opa-singillarimizga biz mehr bermasak, birinchi ularni yaxshi ko'rmasak, misol uchun farzandlarimizni, ahli ayolimizni yaxshi ko'rmasak, o'zimizni faqat o'zimizni o'ylab u egoistlikka olib boradi menimcha bu. O'zingni yaxshi ko'rish degani birinchi bo'lib men o'ylaymanki, faqat o'zingni qutqargin degan ma'noda emas. Boshqalarni qutqarishlik uchun. O'zingni ham yaxshi ko'r degani. O'zingni ham yaxshi ko'r degani. Men endi siz zo'r qofiyaga olib kelasiz mana, mashalloh. O'zingni ham yaxshi ko'rgan. Nima mana misol uchun Abdulloh ibn Muborak shunaqa bir ajoyib inson bo'lgan, juda boy bo'lganlar. Lekin qalblariga zarracha biror marta shu dunyoni muhabbati tushmagan ekan. Ular aytgan ekanlarki, men Allohdan faqat beruvchi qo'l bo'lishni so'raganman. Va ilm ahliga ko'proq yordam berishni Allohdan so'rayman deganlar. Mana Imom Azam rahimahulloh qanaqa bular boy bo'lganlar. Lekin qalblariga bu dunyoning muhabbati tushib qolmagan. Men milliarder bo'lib nimaga mana erishyapman, misol uchun milliarderlar. Mana hozir haligi yaqinda endi bu qanchalik anaqa Hasan aka to'g'ri-noto'g'ri haligi o'xshatishdi. Mana yaqinda shu YouTube'da haligi Orolda yig'ilib hamma haligi nimalar chiqdi-ku, nimadirdi? Pedofillarni anaqa yig'adigan bir moliyachi chiqdi. Oti esimdan chiqib qoldi. Hozir mashhur Epstein. Qanaqa ilmi bor bo'lmasam, qanaqa milliarder bo'lgan. Qancha atrofida networking bo'lgan ularni. Lekin ilmi bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin odamlarga ziyonini qarang bularni. O'zlari tillarida boshqa narsani da'vat qilib, boshqa narsani aytib, lekin o'zlari qilib yurgan qilmishi bu og'ir vaziyat bu narsa.